Assalomu alaykum aka uka opa singillar. Xudoga shukr, mana yordamlaring bilan Dushanbaga keldik. Analizlarni topshirdik, mana lichini bo'ldi. Ichdi suv xudo xolasa ketdi. Dushanba kun operatsiya degan, shanba kun xudo xolasa pulni o'tkazsak, inshaalloh dushanba kun operatsiya deydi. Hammalaringga rahmat. Mendan qaytmas, Xudodan qaytsin. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, akalar, opalar, yaxshimisizlar, joninglar sog'mi? Ro'za, Ramazon oylaringiz muborak bo'lsin. Hammaga kuch-quvvat tilayman. Joninglar sog'mi? Do'stlar, mana shu Islomjon akamizni bir-ikki bor videolarini chiqargan edim. Hozir Islomjon akamiz Dushanbeda Istiqlol banlisasida lichin olyaptilar. Xudo xohlasa shu yaqin kunda, bir 2-3 kundan keyinmi operatsiyaga tayyorgarlik ko'rib, operatsiya qilishyapti. Buyraklarni alishtirishga video qilganman do'stlar. Hammalaringga rahmat. Joninglar sog' bo'lsin. Pul tashab shu Islomjon akamizga yordam berib, duo qilgan barcha yori do'stlarga rahmat. Do'stlar, o'zi Islomjon akamizga 130 ming somon pul yig'ilgan. Bu operatsiyani kvitantsiyasi bo'yicha 160 ming somonmi, 150 ming somon pul kerak deyilgan. Do'stlar, kimlar bu videoni ko'rgan, kimlar ko'rmagan, iltimos sizlardan mana shu ro'za, Ramazon oylarida mana shu akamizga bir 20 ming, 30 ming somon yetmaydi. Mana shu akamizning kartalari. O'zlaringni, o'z hissalaringni qo'shib qo'yinglar, savobga sherik bo'linglar. Hammalaringga rahmat. Pul tashab duo qilganlarga joninglar sog' bo'lsin, o'zlaringni ehtiyot qilinglar. Mana shu ro'za, Ramazon oyida mana shu akamizga kimdir yordam qilgan bo'lsa, Alloh barakasini bersin. Rahmat hammalaringga. Mana shu akamizga yana karta raqamlarini qo'yib qo'yganman. Mana shu akamizga hissalaringni qo'shasizlar degan umiddaman. Joninglar sog' bo'lsin. Hozir akamiz Dushanbeda Istiqlol banlisasida. Rahmat, salomat bo'linglar.